Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Ziox Minecraft. Biz bugungi videoyimizda Survival'ning 4-qismini olamiz. Demak, biz boshladik. O'tgan safar biz va'da bergandek, bu uyga kommentda eng ko'p yozilgan ismni qo'yamiz deb. Demak, bu ism xo'sh, nimadir kim deb o'ylaysizlar? Ism kim? Xo'sh, kim biladi? Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bundan oldingisini ko'rmagan bo'lsangiz, bu videoga umuman tushunmaysiz do'stlarim. Demak, biz videoni boshlaymiz. Ismni esa yozayotganimizda ko'rasizlar. Yoki tantanaviy ravishda aytaman. Bu ism juda muqaddas ismlardan tashkil topgan bo'ladi. Do'stlar, bilsalaring, juda ko'p ismlar bu bilan boshlanadi. Demak, mana shu yerga qo'yamiz ismni. Hozirda biz yozuv taxtasini yasab olamiz. Demak, kiramiz ichkariga. Xo'sh, mana shu yerdan yasay olamizmi? Yo'q, bizda taxta yo'q ekan. Demak, biz tepaga chiqamiz. Sandiqda bo'lishi kerak. Bitta bo'lsa kerak sandiqda ham, va rostdan ham. Xo'sh, mana shuni sindiramiz. Yo'q ekan sandiqda ham. Shu yerga loy qo'yib. Yaxshi do'stlarim, bu yerda yasasa bo'larmikan endi? Xo'sh. Yo'q, bizda 4 ta taxta olib qoldik, axir unga 6 ta taxta kerak bo'ladi, voy. Esimdan chiqib qolibdi. Hozir to'xtatinglarchi, aytishyapmanmi? Yo, to'g'ri topman, 6 ta taxta kerak bo'lar ekan. Demak, mana shu yerdan sindirib olamiz. 2 dona kerak hozircha. Xo'sh, mana shuni ham sindirib olamiz. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Xo'sh, endi mana shuni olib tashlab, o'rniga uni qo'yib qo'yamiz. Bo'lmasa daraxtimiz so'nib qoladi. Xo'sh, biz yozuv taxtasini yozib oldik. Demak, bu ism juda ko'p takrorlanadi. Kommentariyada eng ko'p takrorlangan ism juda yaxshi ism. Xo'sh, hozir kiyimdan kiyolay ochiq turganimda meni yalmog'ib o'ldirib qo'ydi. Buni yozib olmabdi kamera. Zaharlab qo'ydi chunki oddiy. Xullas, biz hozir uni o'ldiramiz, ko'rasizlar. Bu ism esa tantanaviy ravishda e'lon qilinishi kerak. Demak, bu ism juda ko'p joylarda aytiladi. Ism juda yaxshi. Xo'sh. Aytaman. Xo'sh, bu ism tantanaviy ravishda qasamyod qilinadi hozir bu yerda. Juda ko'p kommentda takrorlangan ism. Topinglarchi. Qaysi ism? Muhammad Ali ismi.